Assalomu alaykum barchaga. Hop, demak, suhbatimiz kelgan joydan davom etadi. Bugungi kunda butun dunyoda joriy bo'lib turgan moliyaviy tizim haqida gaplashayotgan edik va shuni uzoq bir tarixidan boshladik. Hop, demak, oldingi suhbatlardan ma'lumki, nima ekan, mana bu demak oltinga qanaqa kelib qolindi va qanaqa qilib butun dunyoda oltin shunaqa boylikni asl boylik ramzi, shuni bir ko'rsatgichi, qiymat belgilovchisi bo'lib qoldi o'z-o'zidan. Buni bildik va nima, barcha narsaga bemalol almashadigan, so'zsiz almashadigan universal ayirboshlash tovari bo'lib qoldi. Mana buni ko'rdik. Ana endi mana bu o'rta asr deb ataydigan tarixchilar va islomni oltin asri deb ataydigan mana bu yillarda demak tashabbus musulmonlarning qo'lida bo'lgani uchun umuman ilm, fan, taraqqiyot, barcha kashfiyotlar, butun dunyoda birinchi bo'lgan Ma'mun akademiyasi Bag'dodda va yana nima, ilmlar hovlisi degan madrasalar, mana bu o'quv dargohlari ochilib, butun barcha mana shu yerlarda tahsil olardi va yevropaliklar ham asosan o'ziga yaqinroq bo'lgan nima, Andalusiya davlati, o'shani poytaxti Qurtubada, hozirgi nomi Kordobadagi universitetlarda tahsil olardi va barcha texnologiya, barcha yangilik, kashfiyotlarni ana shu yerlardan o'rganar edi. Demak, oltinni qiymatli narsa ekanidan, demak, buni kompaktni, oltinni o'ta kompaktni, ixcham bo'la turib katta qiymatga ega. Masalan, mana shuncha bir xaltadagisi ancha qiymatga ega narsa-da. Mana bu va har qanaqa dunyoni istalgan joyida so'zsiz boshqa tovarga ayirboslanadi, so'zsiz. Buni mana shu ikkita o'ta ham jozibali xossasi, demak, buni har xil yo'llar bilan tortib oladigan qaroqchilar, bosqinchilar, o'g'irlar, mana bularni ham o'z-o'zidan jalb qilib qo'ydi va yo'llarda bora-bora tinchlik yo'qoldi. Yo'llarda, savdo yo'llarida. Nega savdo yo'llarida? Chunki savdo yo'llaridagina oltin olib yuriladi asosan. Savdo shunga qilingani uchun, xalqaro savdo, qit'alararo savdo, uzoq yurtlar bilan savdo mana shunda qilingani uchun savdo yo'llarida nima bo'ladi? Demakki, oltin ko'chib yuradi. Masalan, bir karvon o'tib ketayotgan bo'lsa, hattoki biz uni cho'nchagini, ichini ko'rmasak ham, har bitta xaltasini ko'rmasak ham nima deydi istalgan odam? Modomiki bu karvon savdo karvoni ekan, qaqqadir tovar olib ketayotgan ekan, demak nima? Albatta hozir shuni hamma yog'ini taftish qilsa oltin topamiz deysiz-da, o'z-o'zidan u yerda oltin bo'lishi aniq-da. Mana bu qaroqchilik, o'g'irlik, bosqinchilik ham parallelna mana bu o'zini o'ta kompaktni, ixchamligi va universalligi bularni ham jalb etdi o'ziga va yo'llarda xavf ko'paygandan keyin musulmonlar mana bu texnologiyani joriy qildi. Bugungi kunda tili bilan aytganda veksellar, cheklar, mana shu veksel, cheklarni musulmonlar mana demak set qilib, transfer setlari, bugungi kunimiz tilimizda aytganda denejniy perevodlar, tranzaksiyalar, xalqaro qit'alararo tranzaksiyalarga ilk fundament texnologiyasini musulmonlar yo'lga qo'ydi. Demak, mana shu asosiy savdo yo'li bo'lgan u paytda Buyuk Ipak yo'li, u paytda asosiy savdo yo'li quruqlikda, okeanlarda emas. Chunki hali okeanlar u qadar zabt etilmagan, okeanlarda yuradigan, okeanlarni kesib o'tadigan kemalar hali yasalmagan. Yasalgan bo'lsa ham orientirovka yo'ligidan jur'at qilmaydi. Tavakkal mana shu tomonga chiqib ketamiz deyishga. Shuning uchun asosan Quruqlik yo'lida bo'lgan. Quruqlik yo'lida bo'lib ham nima? Buyuk Ipak yo'lida bo'lgan o'sha. Buyuk Ipak yo'lida demak
asosiy shaharlari Misr, Quddus, Damashq, yana nima, Ko'fa, Bag'dod, bu tomoni mana o'zlarini yurtlar, Samarqanddadir, Buxorodadir, Qashg'arda, Xitoyi o'rtalarigacha, bu yog'i Hindistongacha asosiy katta shaharlarda, mana Eronni yo'llarida, Tehrondadir, Hirotdadir, mana bunaqa demak, safe, bugungi kunni tili bilan aytganda safe desak ham bo'ladi, xranilishi, saqlanadigan, demak, mustahkam devorlar bilan o'ralib, kecha kunduz bu yerda qurollangan mahalliy hukumat vakillari, zobitlar qurollaydigan va ichida nima, mana shu setni qurgan odamlarning vakillari, musulmonlar turib, demak, oltinlar bora nima bo'lib ketdi, shu qulay bo'ldi hammaga. Bu o'zidan bo'ldi. Bu tabiiy ravishda bo'ldi. Shu qulay bo'ldi. Oltinlar bora joyidan qo'zg'atilmay qo'ydi-da, faqat bularni bugungi kunni tili bilan aytganda silkasi. O'zimizga ham mana havolalar keladi. Havolani bosing, YouTube'dagi asosiy kanalimizga video, to'liq video YouTube'da mana havolasi deydi. Havolani bossa, YouTube'ga olib borib qo'yadi. Ana shunaqa boyagi firmenniy blankalarga muhr tushirilgan, o'zini balki seriyni raqami ham o'sha payt yo'lga qo'yilgandir. Maxsus ko'p marta bukilsa ham uvadalanib ketmaydigan, biroz ichki cho'nchagida terlasa issiqda odamning terisini namgarchiligini shimib, uvadalanib, ranglari qorishib, bu 1000 mi bu, 100 mi, 10 mingmi bu, nechta noli bor buni deydigan emas albatta. O'sha bu paytlarga kelib, o'sha yozib beradigan qog'ozlari ham mukammallashib ketgan, bugungi kunni puliga o'xshab. Demak, mana shularni o'zi nima? Boylik ramzi bo'lib qoldi. Orqasida oltin bo'lgani uchun. Albatta, orqasidagi oltin buni qiymatli qilib turibdi. Va shuni o'zi, demak, odamlarning cho'nchagida yuradigan, bir-biriga oldi-berdi qiladigan, borib turib. Mana hozir bizning kunimizdagi-da, bizda ham hech kim oltin ko'tarib yurmaydi-yu. Hammamiz mana bunaqa qog'oz pullarni ko'tarib olganmiz, nima? Beramiz, olamiz, u qaytimini qaytaradi. Mana shu narsalar, demak, hayotga tatbiq bo'lib ketdi va demak, mana shu yerda o'zidan bir dahshatli instrument paydo bo'ldi. Xuddi pichoqqa o'xshagan. Endi ba'zilar shuni ham gapiradiganlar bor. Dinga nafrati borlar yoki yaxshi tushunmaydiganlar yoki juda yaxshi tushunib turib, qasddan dinni obro'sizlantirib, loy chapishga ishqibozlar bor. Mana deydi, musulmonlarni o'zi yo'lga qo'yibdi shuni. Bu texnologiya deb qarasak, bu texnologiyani tranzaksiyalar, mana bunaqa xranilishlar qilib, veksellar, cheklar, ko'chada mana shu zapiskalarni o'zi muomalada yurishini musulmonlar o'zi yaratibdi-ku. Mana o'zingiz aytib turibsiz, mana bu yillarda. Ha, to'g'ri. Bo'ldi, shularni o'zi asos qilgan deb keyingi sudxo'rliklarga ham yana bularni loy chapmoqchi bo'ladi. Bu shu qadar bema'ni gapki, xuddi pichoq yasagan odamni va ana bittasi anta pichoqlab qo'yibdi. Kechqurun bir odamni ikkinchi odam tiqib olibdi pichoqni deb o'libdi. Deb pichoq yasagan odamga la'nat o'qib, o'shanga mana loy chapib, qora ko'rsatganga o'xshagan yapti, pichoqni. Bu instrument bu. Bu ham instrument. Pichoqda qancha yaxshi ishlar qilinadi. Pichoqda yetimlarga, kambag'allarga ehsonlar qilib, o'sha pichoqda kesiladi, o'sha ovqatlar qilib berilgan ovqatlarni, go'shtidir, sabzisidir. Juda ko'p savob, yaxshi ishlar pichoqda qilinadi. Uyimizda mana har kun ishlatamiz. Oshxona pichog'ini aytyapman. Endi bitta odam xuddi o'sha oshxona pichog'i bilan kimdir o'ldirsa, shu endi pichoq yasagan odam yomon otli bo'lib ketadimi? Bu instrument, uni to'g'ri ishlatsang, o'zingni foydangga, o'zingni savobingga, jamiyatingni foydangga, xuddi menga o'xshab. Bu instrument, bu texnologiya. Lekin pichoqni kimdir qotillikka ishlatsa bo'ldi, bu pichoq yasagan aybdor bo'lmaydi-yu. Shunga o'xshab keyin mana bu instrumentni, demak,
suhbatimiz ham shu yerga keluvdi. Hech qachon musulmonlar mana bu instrumentni sudxo'rlik tomonga burmagan. Ular umuman o'zi yaratuvchini buyrug'ini absujdat qilib o'tirmagan, yo'l qidirmagan. Kamroq qilsovchi, men insofliman, katta foiz qo'yib yubormayman ustiga. Men berib turaman deb, ishi bitib qolsin deyapman. To'g'ri tushun. Bu yerda meni ham foydam emas. Mana shu odamning ishi bitib qolsin deb pul so'rab keluvdi, beryapman. Nomiga qo'yyapman, ozgina ustiga simvolический. Mana bu yerdagi xarajatlarimiz bor-da, mana bu zobitlarning oziq-ovqati bor va hokazo deb odamlar yo'l qidiradi-yu har xil. Ana yo'l qidirganlar nimalarga olib kelganini endi gaplashamiz. Shu yo'l qidirganlar. Balki mana bu yillarda bu yerda o'tirgan odamlar keyingi 1000 yildan keyin katastrofaga olib kelishini u qadar bilmagandir, lekin bular nima qilgan? Yaratuvchini mana bu ishni qilmagan, alkogol ichmagan, zino qilmagan, sudxo'rlik qilmagan degan buyruqlariga bular so'zsiz itoat qilgan. Eshitdik va itoat qilamiz deb o'ylab ham o'tirmagan. Nimaga unaqa ekan ham demagan. Mamlaqa qilsovchi, mamlaqa qilsov hech bir yomon joyi yo'q-ku buni. Xudo bu buyrug'i bilan mana bunaqa yomon narsalarni nazarda tutgan. Lekin buni mana bunaqa insof bilan, mana bunaqa qilsa, bu yaxshilik, hech qanaqa yomonlik emas. Xudo o'zini kitobida yozgan-u, mana bu odamlarga deb absujdenni qilib, o'zicha nima hukmlar chiqarib olib, o'zi unaqa bo'lmagan, qat'iy bo'lgan, buyruq qat'iy. Hech qayerda ko'rmaysiz. Alkogol ichib mast bo'lmasang mumkin, manimcha ichsang mumkin, muncha mumkin emas. Kam ichsang ham qizil svetoforda qizilga o'tib ketsang mumkin emas. Lekin qizilda to'xtab tursang, ko'p ichsang ham mumkin. Kam ichib kimnidir so'kib qolsang mumkin emas. Bir yashi ichib muloyim bo'lib kulib, dobri bo'lib yursang mumkin. Ichur degan bunaqa maynavozchilik qonun hech bir zamon, hech bir makonda, hech bir dinda kelmagan. Hamma qonunlar qat'iy bir yo'li bo'ladi, bitta bo'ladi-da. Mana zamonaviy qonunchilik ham shunaqa bitta bo'ladi. Demak, ana keyingi yillarda mana xuddi shu hozir gapirib berganimni qilishdi. Nima qilishdi? Yo, Xudo sudxo'rlik qilmagin deb mana bunaqa bir noinsof bo'lib, birovni muhtojligidan foydalanib, bittasi ko'rib turibmiz, uyi yonib ketdi. Bolasi og'ir kasal bo'lib qoldi. Hozir dori-darmon yoki operatsiya qilmasa o'ladi. Ana shuni muhtojligidan foydalanib bilamiz, boshqa iloji yo'q. Bo'pti, men senga 100 ta tilla beraman, lekin sen 150 ta qilib qarang, 50%, 150 ta qilib menga uzasan, sen xo'p deydi u. O'sha payt u bor-u. 100 ta tilla beraman, 200 ta qilib 100% yana xuddi shuncha ustama qilib olib kelib berasan desa ham xo'p deydi u. Uni bolasi operatsiya bo'lmasa o'lay deb turibdi. U hamma narsaga ko'nadi. Ana muhtojligidan foydalanib unga katta foizni ilib qo'yish mumkin hozir paytida. Zo'r foydalanmasa bo'ladi. Ana bu pastkashlik. Mana Xudo mana shunaqa sudxo'rlarni nazarda tutgan. Biz unaqa qilmaymiz. Biz o'zimizga yarashib bizning ham xarajatimiz bor. Mana bularni axranasiga, binolarga pul ketgan, ichida o'tirgan xodimlar oylik oladi. Biz shuni qo'yib biroz bizaniki 3-4% ustama qilamiz. 5% ga bormaydi. Biz insoflimiz. Shuning uchun Xudo u hukmida bizani nazarda tutmagan. Mana bunaqa noinsoflarni nazarda tutgan deganlar chiqdi keyin. Yo'l qidirganlar chiqdi. Mana bu yillarda chiqmadi. Shuning uchun hamma yoq gullab yashnadi. Mana bunaqa dahshatli instrumentni ko'rib, mana ular nima qildi? G'imillab qoldi albatta. Demak, Medichilar oilasi oldingi suhbatimizda men xronologiyani mana hozir yozib oldim. Men ham yoddan bilmayman-da endi hamma narsani. Demak, xotiram o'zi oxirgi paytlar pasaygan, yozib oldim. O'zimga orientir. Men hammasini eslab qola olmayman.
oldingi suhbatimizda 1200-yilda tug'dim. Medichilar, Italiya, Florensiyalik odamlar. Yo'q, men yanishgan ekanman. 1200-yillarda hali Medichilar oilasi endi oddiy odamlardan endi ko'tarilishni boshlagan ekan. Ularni keyingi avlodlari mana bu yillarda cho'qqiga chiqqan ekan. 1400-chi 1500-yillar orasida cho'qqiga chiqqan ekan. Set qilib, mana shuni kopiya qilgan. Sharqdagi mana bu Buyuk Ipak yo'lidagi mana bu musulmonlar yaratib qo'ygan texnologiyalarni Yevropada kopiya qilgan. Italiya, Fransiya, Angliya, o'sha atrofdagi Yevropalarga mana bunaqa targoviy dom deb atagan u. Mana shunaqa oltinlarni saqlab qo'yib, nima? Juda katta pul ishlagan. Qanaqa qilib? Sudxo'rlik bilanmi? Yo'q, sudxo'rlik mumkin bo'lmagan. Katolik cherkov etildi, sudxo'rlik hamma dinlarda katta gunoh bo'lgan. Hamma dinlarda. Chunki sudxo'rlikni hamma din aytgan. Odamlarning muhtojligidan foydalanish bu pastkashlik degan. Bir odam sendan qarz so'radi, u seni akang degan. U seni birodaring. Sen uni muhtojligidan foydalanma, seni uyingga bekorga kelmadi, u muhtoj bo'lib keldi. Demak, nimagadir pul zarur bo'lib qoldi, yomon ahvolga tushib qolgandan keldi u. Buni muhtojligidan foydalanma. Pulni ber bunga. Shundoq ham berishing kerak o'zi. Odamiylik tomondan ham. O'zingni akang, hamma aka-uka bir-biriga. Akangga sen shundoq ham долженsan o'zi yordam berishga. Pulingni berasan, xuddi o'shani qaytarib olasan. Ustiga bir tilla qo'shib olsang ham senga u mumkin emas. Deydi Bibliya ham, hammasi. Tavroti ham, Yahudiylarda ham shu. Kallasi ketadi buni. Ochiq oydin bilib qolsa agar cherkov, katolik cherkov, kallasi ketadi. Ana bular qanaqa yo'l qizdirdi? Sovg'ani o'ylab topdi. Qarang, odam dini, diyonati bo'lmasa, shaytondan ham kerak bo'lsa o'rgatib qo'yadigan donishmandligiga chiqib ketib qoladi-da. Insonning aqli kuchli juda. Kosmosni zabt etib kezib yuribdi, kuchsiz bo'ladimi? Insonning aqli juda fenomenal. Ishlatib yorsa bor-u, aqlni ishlatib yorsa juda kuchli. Hattoki shaytonga dars berib qo'yadiganlar bor. Shaytonga, shaytonning xayoliga kelmagan original aylanma yo'llarni topgan odamlar bor. Nima qilishdi? Italiyada o'tiribdi Medici, Rim papasi, Rim cherkovini poytaxtida o'tiribdi. Kallasi ketadi, sudxo'rlik qilsa. Nima qildi? Har xil tillalarni ayirib boshlashdagi kursovoy razitsadan ishlashni boshladi. Sen bu yerda Fransiya chiqargan, zarb etgan tillalarni mana targoviy domga topshirasan-da, naryodan boshqa shaharnikida shuni nominaliga to'g'irlab beramiz dedi, o'zi to'g'irlab bermadi o'zi. Bundoq qilib qo'ydi. Ana shu kursovoy razitsadan o'sha pul ishladi. Ba'zilardan esachi sovg'ani yo'lga qo'ydi bular. Sovg'ani. Nima? Cherkovni ko'zini bo'yash uchun. Sudxo'rlikdan shikoyat tushib, kallasi ketmasligi uchun go'yoki bittasiga qarz berdi-da, birga bir. U o'sha qarzini o'sha bir oydan kelgan, bir oyga bittasiga berdi deb 1000 tilla bir oyga. Bir oydan keyin 1000 tilla olib keldi-da, o'sha 1000. Bir tillaga ham ko'paymagan. Va keyin nima? Sanab oling. 1000 tami? Ha, 1000 ta oluvdim sizdan tilla. Ha? 1000 ta qaytardimmi? To'g'rimi? 999 demas ekanmi? Yo'q, 1000 ta. Bo'l. Rahmat, sizga hojatimni chiqarganingiz uchun baraka toping. Juda ishim bitdi. O'sha payt shunaqa menga zarurliydi 1000 tilla. Shu menga shunaqa asqotdi, shunaqa bir zo'r foydalandim. Sizga rosa rahmat. Mana bu bizani oiladan sizga chin ko'ngildan sovg'a deb turib, bir qimmatbaho narsa yoki 50 ta tillani berib ketdi. Bu qanaqa bu ko'zbo'yamachilik bu? 1050 ta beryapti, qarang endi buni. 1000 ta olib, 1000 ta qaytaryapti deb plus 50 ta sovg'a qilib beryapti, podarka qilib. Mana bunaqa aylanma yo'llar qilindi. Nima bu? Ko'zbo'yamachilik qarang. Qolaversa o'zi katta savdogar bo'lib, bular qudratga kelgandan keyin u paytda nima katolik cherkov hammaga nima qilgan edi? Mana bu yillarda
o'sha desatina deydi, 10% o'ylab topgan edi. 10%. Bu nima degani? Butun katolik dinidagi barcha o'lkalar dala dehqon bo'lsa dehqonchiligidan, sanoatchi bo'lsa sanoatidan farqi yo'q. Hammasi o'zini foydasidan 10%ni katolik cherkovga, Rimga yuborib turish majburiyatini chiqargan edi Rim papasi. Desatina deydi. 1/10 degan qonun tarixda bo'lgan u. Hammadan 1/10 soliq solingan, o'lpon. 1/10 endi bu katolik cherkov egallab o'tirgan yerlarni o'sha paytgi butun xristian olamini katolik oqimdagi e'tiqoddagi o'lkalarni endi 1/10ni faraz qiling, qanaqa boylik, qanaqa dahshatli pul oqimi bu. Finans bo'yicha baribir Rim papasi ruhoniy odam. U finansist emas. U moliyani u qadar tushunmaydi. Moliyani mutaxassislari Medichilar. Temboli Italiyada hamshahari. Temboli o'zi bu tijoratchi bo'lgan, bunga har xil sovg'alar beraverib, o'zi yaqin bo'lgan. Nima qiladi? Mana shu 10% bunga burib qo'yadi. Bu targoviy domlarni o'zidan, ya'ni kassir qilib qo'yadi o'ziga. Boshqacha aytsa. Kassir qilgandan keyin bu katta pullar bo'lgani uchun cherkovning pulini nima qiladi? Aylantirib tashlaydi. Mana shunaqa qilib o'zini sudxo'rlik sxemalariga burib, misli ko'rilmagan darajada boyib ketadi Medichilar. Mana bu birinchi bo'lib musulmonlar mana bu 1100-1100-yillarda islomning oltin asrida yaratib ketgan mana bu texnologiyani transfer, chek, veksel tizimini o'sha nima sudxo'rlik sxemalariga burib, o'sha buni boshqa maqsadga burishni Medichi boshlab berdi birinchi bo'lib. Italiyada o'zi florensiyalik, lekin Rimda o'tirgan Rim papalari bilan nima mana shunaqa qalin bo'lgan va juda katta mablag' Rim butun desatinani oqimni bunga burib qo'ygan Medichiga. Shuni boshqargan. Butun boshli Rimni papasini katolik olamini 1/10 puli dahshatli bu qanaqa summa. O'shalar demak Medichini qo'lidan o'tgan, targoviy domlardan o'tgan. Ya'ni mana shu moliyani bunga topshirib qo'ygan. Bugalteri bo'lgan. Bugungi kunni tili bilan aytsa. Mana bu birinchi suiiste'mol qilishi bo'ladi. Keyin nima bo'ldi? Keyin Germaniya ham katolik cherkov ostida ta'sirida bo'lgan juda uzoq yillar, hozirgi Germaniya. Germaniyalik bitta ruhoniy, u tarixda bor, bu mashhur shaxs Martin Luther degani. Martin Luther degan, mana Martin Luther demak 1500-yillarda juda bu maynavochilik bo'lib ketganda, indulgensiya. Qarasa odamlar ishonuvchan bularga pul olib kelib yotibdi. Katta pul emas. Odamlarda asosiy massada katta pul yo'q, lekin soni ko'p, chislingiz. Masalan, o'sha bitta indulgensiyasini berayotgan jannatdan 5 sotuv yerni sotib olgan-u, o'shani bugungi kunni pulida aytsa $50 olib kelgandir, $50. Bu kichkina puli yo'q. Bunaqalar 100 minglab bo'lganda, bunaqa odamlar, ishonuvchan odamlar. Millionlab bo'lganda ishonuvchan odamlar. O'shaning uchun bular olib kelgan, ko'tarib kelgan mayda pulni ham odam soniga ko'paytiring, ishonuvchan odamlarni katta mablag' bo'lib ketaverganda. Endi boylarga-ku juda katta gektarlarni sotishgandir. Bu yerda ham lyuks, mana bu eng bog'roq daraxtzori ko'p joydan sizga yer qilib berdi deb. Odamlarni qarang, soddaligini. O'shaning uchun siz $50,000 to'laysiz degandir bugungi kimlardir uni olgandir hamda. Oxiri mana bu maynavotchilik, mana bundan asabi buzilib, o'zini dinini, sha'nini qutqarish uchun o'zini dinini katolik dinida bo'lgan Germaniyadagi Martin Luther ruhoniy bo'lgan bitta cherkovda, bu ham Martin Luther nima qilgan? Rim papasiga protest yozgan. Ya'ni mana sudlar bu rasmiy yuridik formatda protest deyiladi-da, mana xalq tilida norozilik. Men norozilik bildiraman deymiz, yo'q, buni rasmiy hujjatda nima? Protest deydi, protest. Kinolarda ham ko'ramiz-ku, ya protestuyu deydi, sudlarda ham ваша честь, ya protestuyu deydi.
man e'tiroz bildiraman deydi bu prokurorga va advokatga. Ana shunaqa protest yozadi. Rim papasiga protest yozadi. Nima deydi? Maynovchilik bo'lib ketdi. Bu sof, bizning dinimiz sof emas, biznes bo'lib ketdi. Kim o'ylab topdi buni? Sharmanda qildilar indulgensiyani qilib. Do'zaxdan pulga odamni qutqarib, jannatdan yer sotib. Orada bir do'zax yopilib ochildi ham, sotib yuboruvdi, tambalab tashladi, hech kim tushmaydigan qilib, qaytib sotib olib, yana ochib qo'yishdi darvozasini. Bu qarang buni. Maynovchilik. Nima? 95 ta punktdan iborat, tezisdan iborat protest yozadi Martin Luther. Ana shu bugungi kundagi protest so'zidan kelib chiqqan protestanizm. Mana katolik cherkov o'zi ikkita oqimga bo'linib ketuvdi. Katolik pravoslav, uchinchisi ham chiqdi bulardan. Protestantlar. Mana protestantlar. 3 ta oqimga bo'linib ketdi va mana bu ham hozir g'arbda juda ham mana bularga 50 ga 50 bo'lib turgan, ayniqsa Amerikada va protestant dinidagilar, xristian lekin protestant oqimidagilar juda ko'p. Mana shu Martin Lutherni 95 ta punktdan iborat noroziligi, protest deb yozilgan, o'shandan kelib chiqdi. Bu aytdiki, yo'q, unaqa bo'lish kerak emas dedi. Birinchidan indulgensiyani vobshe mumkin emas dedi. Biznes bo'lib ketdi, bu din emas, biznes bo'lib ketdi. Ikkinchidan dedi, markaziy boshqaruvga qarshiman dedi. Bu faqat indulgensiyaga bo'lmagan, 95 ta, soni juda katta-yu. O indulgensiyaga taalluqli 3 ta, 4 ta punkt bo'lgandir. 95 ta punkt nimaga aytsa, hammasini yozgan. Birinchidan markaziy Rim papasi Rimda o'tirib olib, Rim shahrida faqat u Xudo bilan vosita, faqat Rim papasini aytgan, degan, u ham inson, yanishi mumkin. Mana biznes qilib yubordi. O'zini foydasiga burib yuborishi mumkin dinni. Hammaga soliq solib desatina qilib. Bu nima? Bu dinmi, bu biznesmi? Ya men qarshiman dedi. Rim papasiga mana bu o'zini Germaniyani hukumatiga ham yozdi. Unaqa bo'lish kerak emas dedi. Hammani e'tiqodi Xudo bilan to'g'ri aloqa qilsa bo'ladi. Cheres papa bo'lganda, katolik dinida siz Xudoga to'g'ridan to'g'ri emas, Svitoy Otets kirib olib, ana unga aytib berishingiz kerak. Xonaga kirib olib, Svitoy Otets deydi, u bo'tam gapir deydi. Men gunoh qilib qo'ydim, siz menga o'tib bering deydi. U vositachi. Xudo bilan sizni o'rtangizda dallol bo'lgan. Go'yoki Xudodan so'rayver to'g'ri. Ey Xudo, men gunoh qilib qo'ydim, tavba qildim deb, mana biz musulmonlar nima qilamiz? To'g'ridan to'g'ri murojaat qilamiz. Har kuni duo qilamiz. Yo, bularda bor, vosita dallolga borasiz. Dallol sizni oldiniga tekinga edi, keyin u ham pulga sizni nima qiladi? Kulib borasiz, eshitib. Men gaplashdim, bo'ldi. Gunohing o'chib ketdi. Qani ataganingni tashlab ketdi va dallolni qarang, gaplashib buni do'zaxdan chiqarib beradi, gaplashib jannatga kirgizib beradi, gaplashib o'lib ketgan 50 yil oldin bittasi ketgan bo'lsa, o'shani ham olib chiqib beradi, bor-ku, gaplashib. Pulini bersangiz bo'ldi. Gaplashib olib chiqib beradi do'zaxdan. Dallol. Xullas Martin Luther 95 ta punktda bunaqa bo'lish kerak dedi. Umuman Rimni yagona boshqaruv organi bo'lgan papani nima qildi? Vakolatini qirqadigan qilib yozdi-da, bu yoqib tushdi. Germaniya o'zini hukumatiga, o'sha atrofdagilarga yoqib tushdi. Mana bundan charchab ketuvdi. To'xtovsiz 10% ham ancha pul-da. U kichkina joylarda bilinmaydi 10%. Faraz qiling, $1 million mahsulot, o'sha payt katta bog' rog'lar egasi ekansizda, sizni dala,
bug'doyingizdan hammasi bozorlarda sotilgan-u. Unchi ekansiz, katta tegirmonlaringiz bor ekan, bug'doyni un qilib asosan Yevropani bitta shaharni un bilan ta'minlar ekansizda, bugungi kunda million dollar yiliga daromadingiz borda, unaqa boylar ko'p bo'lgan. 1 million dollar. Shuni 10dan biri 100 ming dollar bo'ladimi? 100 ming dollar alam qilib kichkina pul emas-da. Hozir o'zingizga ham borib 1 yilda 1 million dollar topibsan, qani 10%ni 100 ming dollarni cho'zchi bu yoqqa desam, hech kimga yoqmaydi-yu, kichkina pul emas-da, u 1000 dollar emas-da, 100 ming dollar so'rayapti. Mana bundan charchaganlar birdan o'zi mana bu ommalashib ketib qoladi. O'z odamlarni o'zi ko'tarib tashlaydi. Martin Lutherni to'ppa-to'g'ri birdan nima hamma yoqlarga e'lon bo'lib, bu gap tarqab, o'z odamlar demak to'yib yurgan bo'lganda, o'zi bu jamiyatlar Rimni qilayotgan ishidan o'tirib olib, Rim papalari bu indulgensiyasidan mana bu tijorat qilib yorganda, dinni tijorat qilib yorgan. O'zi charchab, ayniqsa mana bu 10% lik soliqdan charchaganlar bor-u, birdan buni barakalla deb bularga yoqib tushganda maqsadi yo'lida. Nima? O'z-o'zidan mana o'sha massiviy bo'lib ketib, protestantlar mana shu protestga asoslanib, katolik yana parchalandi. O'zi bir dars ketuvdi, o'zi yagona edi bular. Katolik cherkov edi. Orada 1100-yillarda o'zi bitta raskol bo'ldi. Pravoslav va katoliklarga bo'linib ketdi. Katoliklarning poytaxti o'sha oldindan bo'lgan Rim, pravoslavniychi Istanbul bo'ldi hozirgi. Va nima? 1500 Martin Lutherdan keyin mana taxminan 1550-yillarda yana bitta katta dars ketdi-da, 3-oqim protestantlarga bo'linib ketdi. Martin Lutherdan nima? Buni qarashlari, ana endi nimaga bunga ketib qoldi desa, o'zimizni mavzuga qaytsak, mana bu mavzuga. Martin Luther boshqacha aytsa, dinini rekonstruksiya qildi-da, bir reformator bo'lib keldi. Mana bu joylarini noto'g'ri, o'zi bunaqa vakolati yo'q edi, o'zi din bunaqa maynavochilik qilinmaydi. Mana musulmonlar bunga amal qilib kelgan. O'zgartirib, o'zicha o'tirib olib, yo endi bunaqa emas-da, mana bunaqa Xudo bo'tda buni nazarda tutgandi. Qarang buni, o'zi mamanda aqli bilan nichto'jisi banda aqli bilan yaratuvchini обсуждение qilib o'tiribdi. Ya Xudo bo'tda bu mumkin emas degan, chunki mana bunaqa pastkashlarni nazarda tutgan. Biza 5% ga ishlasa mumkin deb o'ziga o'zi buni nima transformatsiya qilib reformator bo'lib keldi-da bu. 95 ta tezisi bilan. Ana shu yerda bizani mavzuga aloqador joyi nima dedi? Uje mana bu Medici, bundan oldingi Medici mana bu musulmonlar yaratgan texnologiya, mana bu tizimni ochiqdan ochiq sudxo'rlikka jur'at qila olmasdan kursovoy raznica, bu yerda zarb etilgan tangaga bu zarb etilgan tanga mamincha to'g'ri keladi deb turib, aslida o'zi mamincha qilib turib, shu yerdagi raznica va sovg'ani yo'lga qo'ydi-yu. 1000 berasiz menga, 1000 olib kelib beraman deb, go'yoki sudxo'rlik yo'q. 1000, 500. Yarimta tilla ham qo'shmayapman. Toza hamma yo, lekinchi ataganim sovg'amiz bor edi de sizga. Chin dildan bunga daxli yo'q bu pulga. O'zim oilaviy shuni sizga atagan edi deb katta bilegizu tashab ketyapman. 50 ta tilla tashab ketyapman. Ana o'tda dala hovlimni sizga xatlab berdim. Mana hujjati deb, mahkamani hujjati deb tashab ketyapman. Mana aylanma yo'llik bilan bu sudxo'rlik bo'lmaydi, nima bu? Bu ochiqdan ochiq jur'at qila olmay Medici bunaqa qilgan bo'lsa, o'sha bu oradan o'tib turib Martin Luther nima qildi? Agar dedi pulli yaxshilik yo'lida o'sha yerda bir sanoatni rivojlantirish, ishlab chiqaruvchilar
va muhtoj bo'ladi. Ishlab chiqaruvchilar ham ko'p muhtoj bo'ladi-da. Va zo'r ketyapti-da, ammo tovar просто ulgurib bera olmayapman. Klientlar so'rayotibdi-da. O'zi mendan 3 barobar so'rashadi. Marker chiqarar ekan. Bir kunda 10 mingta marker chiqaraman. Lekin menda 30 mingta so'rashadi. Shuncha pul, shuncha klient qo'ldan chiqarib yuboryapman. Nimaga? Ber desa fizически qila olmayman. Stanogimdan ikkita stanogim bor. 5 mingta bu, 5 mingta bu chiqaradi sutkada. Bularni eng katta tezligiga qo'yib qo'yganimda patologi shu. 5000, 5000. 10 mingta chiqaraman. Xohlasam ham chiqara olmayman. Stanogni ishlash tezligi bor-da. Abandan 30 mingta so'rab turishibdi. Yana qo'y stanok desa pulim yo'q deydi. Stanok qimmat deydi. Ana endi bittasi menga pul berib turganda, stanok olib keltirardim chet eldan-da, yo'lga qo'yib. Yana ko'payardi. Klientim ko'p o'zi deganlarga mana sanoatni rivojlantirishga, qishloq xo'jaligi texnikasi, umuman mana shu jamiyatni благосостояниясini ko'tarishga agar pul so'ralsa, mumkin dedi berish. Uje boshladi bu. Sudxo'rlikka. Boyga gapda, ozgina hisob, biz inson bilan hisob yoki boyga qo'shniga o'xshab. Men odamlarga 5% ga beraman, men insofliman deydigan. Ana shuni qildi. Mana shu nima bo'lardi desa, mana real voqelikni ko'ramiz. Mana shunaqa qilsa nimasi yomon buni degan savol keladi hammaga. Bu ham shu qiynalib topgan pulni bekorga ham uyda yotibdi-yu, sandig'idami, yastig'im tegidami bilmayman, qayerga bekitib qo'ygan. Prosta pul ishlamay yotursa jalka-yu shuncha pul. Qanday aylanib turgani. O'shanga mayli ozgina ustiga qo'ysa nima qilibdi? Endi buni ham riski bor-da. Yo'q bo'lib ketishi mumkin, olib o'lib qolishi mumkin. Ba'zi qanaqadir riski bor-da, qanaqa birga bir beradi. Unda nima foyda unda? Ko'paymaydi-yu, bu uyda turaversa unda. O'zi u g'alati bo'lyapti-da, o'zi maqsad mana shu uyimda bitta sandig'imda prosta shu pul ishlamay yotgani ko'zim qiymayapti. Shu aylanib turganda ko'payardi-da o'zidan. Aylanib turganda ko'payardi desa-da, ko'chaga chiqib odamlarga 1000 tilla beraman, 1000 qilib olib kel. 500 beraman, 500 olib ketsa. Nima ma'no u? Ko'paymayapti, uyda turgan bilan teng kuchli-yu. Unda nega olib chiqdi? Ne berdi odamlarga? O'z-o'zidan ko'paysin degandan keyin ozgina bo'lsa ham ustama qo'yish kerakmi? Shuni insof bilan qilsa-chi, nimasi yomon buni deydiganlarga mana nimasi yomon. Mana endi kelyapmiz. Mana shular shunaqa qildi. Bu ruhoniy odam edi. Faqat sanoatga, odamlarning благосостояниясini ko'tarishga ozgina boyiga pastkashlik qilib, qiyin ahvolga tushib qolganidan, nochor holatidan foydalanish bo'lsa mumkin emas dedi. Mana qonun maynavatchilik bo'ldi. Tirqish ochsangiz bo'ldi, odamlarga boru. Odamzodga masincha ochib bersangiz bo'ldi tirqish. Bu yog'ini o'zi boru. Tiqib, hamna qilib, yerib, varvaray qilib yuboradi. Manincha ochib bersangiz bo'ldi lazeykani. U yog'ini o'zi boplab yuboradi odamzod. Odamzod shunaqa. Ninani uchidek tirqish qilib bering, varvaray qilib hamda qilib beradi. Bir yilda g'or qilib beradi. Mana bu Martin Luther bunaqa degan bo'lsa, oradan qarang, 17 bo'lsa, 37 bo'lganda bir 20 yilcha o'tib, oradan 20 yilcha o'tib, tag'in ham Martin Lutherning tezislarida nima edi? Prosta dinni tijorat qilma, yo'qot bu indulgensiyani. Bizda Rim yagona markazdan boshqarilishga qarshiman. Hech qanaqa vositachi dallol kerak emas. Xudo bilan bizani oramizga Rim papalari, aynan Vatikanni yepiskoplari orqali bizda Xudoga ulanmaymiz, dallol kerak emas. Meni uyimda Bibliya bormi? Bo'ldi, men uyimda Bibliyani o'zim ham o'qib olayman. Ular menga o'qib berish shart emas. Men o'zim o'qib, tushunib olaman, o'zim duoyimni qilib olaman. Menga dallol kerak emas o'rtada. Shunga ham pul oladigan. Mana bularni ko'tarib chiqdi, yo'qotish kerak 10% deb chiqdi. Bu hammaga yoqib tushib, buni ko'tarib yuborishdi. Buni gapi yoqib tushib, o'sha yerda hokimiyatiga, tijoratchilariga mashhur odam bo'lib ketdi va hattoki rasmiy Germaniya rasmiy mana shu gapni ushlab oldi-da. Endi shunaqa qilamiz. U ham to'yib turgan edi. Rimni bosimidan protestantlik dini o'z-o'zidan shakllanib ketdi Germaniyada.
va u sekin nima ildiz ota boshladi. Shvetsariyaga, Fransiyaga, Angliyaga. Oradan 20 yil o'tib va Calvin familiyalik bir odam, fransiyalik, o'zi fransiyalik, yurist bo'lgan o'zi. Boshida yoshligida zamonaviy universitetda o'qib, ruhoniy bo'lmagan, cherkov xodimi bo'lmagan, yurist bo'lgan. Shuning uchun yurisprudensiyani yaxshi tushungan, qonunchilikni yaxshi tushungan. U nima qildi? U mana buni yanada modernizatsiya qildi. Martin Lutherning tezislarini ko'rib, bu nima qildi? Dinni yana reforma qildi. Va o'zi dinni reforma qilib o'tirib, xohlagan odam unda o'chirib, yo buni bundoq qilamiz. Yo bu yerda Xudo mana buni nazarda tutgan. Kelinglar, mana bunday qilib qo'yamiz deyishga o'zi haqqi yo'q. Lekin nima qildi? Reforma qildi-da yana. Bu aytdiki, bu endi sudxo'rligi butkul ochib yubordi. Bu aytdiki, nimaga dedi? Nimaga bu mumkin emas ekan dedi. Bemalol mumkin dedi. Mashinada bitta odamning uyida ijarada turamiz, uy yo'li. O'sha yillarda ham juda ko'p uysizlar bo'lgan. Fransiyada ham, Germaniyada ham. Uy yo'li bitta odamning uyi ijarada turadi. O'sha uyni bir oylik ijarasidan foydalanganiga uyi egasiga nima beradi? Pul beradi. Bu hamma dinlarda mumkin u, ijara puli. Ijara puli mumkin u hamma dinlarda. To'g'rimi dedi? Ha? Mana necha pullar turasan ijaraga? Va biz kichkina 2 xona olganmiz. Har oy bitta tilla tanga beraman uy egasiga. Nimaga berasan shuni? Ijaraga turibman uyda. Ha? Pul ham ijara dedi. Ne bu yerda mumkin bo'lsa dedi, men shu pulni birovga bersam ijaraga bergan bo'laman dedi. Mana uyni bunga ixtiyoriga berib qo'yapti, uydan foydalandi. Mana uy ham mulkmi dedi, uy ham kapitalni uy. Ha? Ijarada turuvchi ijaraga qo'ydini ma'nosi nima? Shu mulkini mana buni ixtiyoriga berib qo'ydi. Hojatxonasiga kir, hammomidan foydalan, shu yerda yasha, oshxonasida ovqat qildi. Mana bu mulkni bu odamni ixtiyoriga berib qo'ydi. Bu odam buni mulkidan foydalangani uchun nima? Bunga ijara puli beryapti. Pulga ham shunaqa qaranglar dedi. Pulga nima farqi bor dedi. Bu ham mulk. Real qo'limda turgan tilla ham mulkmi? Ha? Mani mulkimmi, ha? Mana sizga beraman ijaraga dedi. Shu ixtiyoringizga sizga berganim, shu ixtiyoringizga topshirganimdek, uyni xuddiki ijarachini ixtiyoriga berib qo'yganimdek bir oyga. Nimaga endi bu yerda mana xuddi bir xil mexanizm, bir xil kartina. Uyni bitta ijarachiga mana sizga bir oy xohlagan ishingizni qiling deb turib, keyin lekin oyiga menga 2 tilla berasiz desam, bu hamma yoqda halol ekanda. Nega dedi, pul ham xuddi shunaqa mulk. Faqat bu uy ko'rinishida, tomi bor, g'ishtlardan iborat uy ko'rinishida bo'lsa, bu metal ko'rinishida. Sariq metal, tilla, sariq metal ko'rinishidagi mulk. Bu ham mulk, bu ham mulk. Buni ham berib qo'yganman bir oyga, buni ham berib qo'yganman bir oyga. Mana mulk, xohlagancha foydalan. Lekin har oy menga mencha tilla berasan desam, ana endi bu sudxo'rlik bo'ladi. Nima farqi bor dedi. Hech qanaqa bu mashina o'zi, ayni o'zi dedi. Bu yerda hech qanaqa yomonlik men ko'rmayapman dedi. Buni qarang, men sen ko'rmasang bo'ldimi bu? Qarang mana. Xudoyam qolib ketdi bir chetda. Bu yomonlik ko'rmayotgan bo'lsa, mana qilish boshladi. O'chir. Chiz ustidan to'g'rilab qo'y. Va maktablarda qilardi, adashib qolsa, mana bunday o'chirib tepasiga i harfi qilib qo'yardi, mana o'chirib o'rniga. Xohlagancha redaktor qilib o'tiribdi o'zini. Samoviy Xudo bilan tushirgan kitobini xohlagancha redaktor qilib o'tiribdi. Xudoga shukr, musulmonlar hech qachon o'sha bu paytda ham qilmagan, keyin ham qilmadi. Redaktor qilmadi. Calvin undan battar tezislarni olib chiqdi. Martin Luther 20 yil keyin. Bundan ilhomlanib albatta. Ana bu endi vashi yoqib tushdi-yu. Qo'lida pul ushlab, cherkovdan qo'rqib, kallam ketmasin,
sudxo'rlik qilsa yomon jazolab tashlaganda bular. Aytolmanu barcha dinlarda mumkin emas bo'lgan. Yahudiy dinida ham mumkin emas bo'lgan. Faqat bularni oqim bor-da ularda ham. Yahudiy dinini ham bitta oqimi, bunaqa oqimlarga o'xshagan bitta oqimi nima? O'ziga o'zi va eng qiziq joyi bor, o'zi unaqa yozilmagan. Redaktor o'ziga o'zi nimamish? Xudo sudxo'rlik qilma deganda o'zingni akang bu. Akangdan foydalanma muhtojligidan. Sani uyingga birov o'zicha taqillatib kelmaydi. Odamni birovni uyini taqillatib borishdan og'ir ish yo'q-da. Hech kim birovni uyini bekorga shu darajada majbur bo'ladi, o'zi xohlamaydi birov. O'zini juda bu og'ir ishda birovni uyini taqillatib borib, deb chiqsa, menga qarz berib turing degandan og'ir gap yo'q-da hozir ham. Modomiki shu darajaga keldimi, bu juda muhtoj, bu qiynalib qolgan, bekorga sani uyingga kelmadi kechqurun, hech kim ko'rmasin qorong'ida taqillatib. Mana buni sen shu nochorligidan foydalanishing pastkashlik, gunoh bo'lmaydi unaqa. Bu sani akang, odamlar begona emas. Hammamizni otamiz, onamiz bir degan e'tiqod hamma dinlarda bor-da. Odam atom bilan mamohavo. Xo'p, hammamizning otamiz, onamiz bitta bo'lgandan keyin hamma bir-biriga aka-uka bo'ladi. Mana bitta uyda va luboy uyda ota-onasi bordi, 4 ta, 5 ta farzandi bo'lsa, mamma bu bilan aka, bu bilan aka singil bo'ladi, begona bo'ladi. G'alati-yu. Kirsangizda, bular aka-uka, men bilan begona desa. Asrab olganmisizlar? Yo'q, mana shu ota-onamdan tug'ilgan. Asrab olmaganmisizlar? Yo'q. Qanaqasiga bu aka-uka bo'ladi, bu begona bo'ladi? Luboyda jinnimisan deydimi? Ota-ona bitta-yu. Bu avtomatik aka-uka, aka-singil, opa-uka bo'lib qoladimi? Ota-ona bitta bo'lgandan keyin. Demak, luboy erkakga qolgan erkak aka yo'q, akasi yo'q, ukasimi? Luboy dunyo yer sharidagi luboy bitta erkakka boshqa erkak o'zidan katta bo'lsa aka, o'zidan kichkina bo'lsa uka bo'lib qoladimi? Avtomatik. Ota-onasi bitta odam ato mamohavo bo'lgandan keyin ana shuni aytgan hamma dinlar. Sen o'zingni akangga yo singlingga degan muhtojligidan foydalanib buni ustiga qo'yib berishing bu pastkashlik, gunoh. Mumkin emas bo'lgan hamma dinda. Sudxo'rlik. Bular keyin nima qildi? Mana bular nimalar qilayotgan bo'lsa, Martin Luther, Kalvinlar o'zini katolik dinini o'chirib, parokanda qilib, o'zicha talqin qilib yotgan bo'lsa, yahudiylar ham nima dedi? Nimamish? Uni nazarda tutmaganmish. Bu gap bilan yahudiylarni o'zini o'zaro nazarda tutganmish. Shuning uchun ular hech qachon bir-biriga rostdan ham foizga pul bermaydi. Birga bir beradi, rostdan ham sovg'a ham kutmaydi. Lekin boshqa millatlarga deydi bular. Bu Xudo nazarda tutgan, yozgan dedi Tavrotda yozgan to'g'ri. Lekin bu yerda degan yahudiylar o'zaro aka-uka, o'zaro bir-biriga sudxo'rlikka, foizga pul berishi qat'iyan mumkin emas. To'g'ri deydi, lekin begonaligi mumkin deydi. Yahudiy bo'lmagan, istalgan dunyodagi barcha millatlarga bemalol mumkin deydi. Ustiga qo'yib berish. U bizni ichimizda mumkin emas deb o'zicha talqin qilgan. Mana ular bu yoqda mana Martin Luther bilan Kalvin bunaqa talqin qilib yotibdi. Nima bo'ldi? Lekin nima? Kalvin ham aytadiki, Kalvin ham har holda bularda ham insof bo'ladi-da. Kalvin ham aytadiki, faqat deydi. Mana qarang. Faqat deydi. Roskashga men bu kichkina uyimni sandan olaman deb foizga pul. Kichkina uyimni sotib, qo'shib katta uyga o'taman. Roskashga mumkin emas. Oddiy telefonimni iPhone telefon qilib olaman deyishga mumkin emas. Roskashga mumkin emas. Faqat jamiyatga foyda keltiriladigan sanoatni ko'tarish uchun stanok sotib olsa, yangi ish o'rni yaratsa, oziq-ovqat ishlab chiqarsa, umuman xalqni ijtimoiy ahvolini ko'taradigan ishlargagina mumkin. Chista o'zini hashamatiga bo'lsa mumkin emas deb chiqdi bu. Bunda qarasa bir yaxshi gaplarni gapirganga o'xshaydi. Lekin odamzod mana shuni bilmaydi, baraka topkur.
hamma bir xil emas. Shuning uchun qonun qat'iy bo'ladi. Shuning uchun ham o'zi Xudoni o'zi prosta mumkin emas deb qo'ydi, qat'iyan. Chunki bunga yo'l ochib bo'lmaydi. Mana bular ochuvdi, nima bo'lib ketdi? Hozir gaplashamiz. Mana bular ochuvdi. Odamzodga mamincha tirqish qilib bersa bo'ldi, u hamma ham shunga rioya qilib to'xta deydi. Bittasi yetar. To'xta. Ya men buni olishim gunoh, xato, nimaga aytsam men ishlab chiqarish bu narsaga qilmayapman, prosta bu mashinamni yangi qilib olmoqchiman. Chista o'zimni hashamatim, o'zimni oliftagarchiligim uchun qilyapman u. U mumkin emas u. Qo'ya qol deb bittasi yetar. 10tasi etmaydi. Bo'ldi, unga qonun jo'ski bo'ladi-da, yo'q mumkin emas. Agar bunaqa bo'lsa mumkin, mana bunaqa bo'lsa agar mana bunaqa bo'lsagina degan gaplar bo'lsa-chi, bo'ldi, hamma uni o'zi tomonga talqin qilib rivojlanib ketib qoladi-da, boshqa iloji yo'q. Shuning uchun ham alkogol qat'iy bo'ldi. Hamma o'zini bilib, o'zini xurmachenga sig'ganini ichmaysanmi deydi-yu. Hamma o'zini bilib, rulga o'tirmay, hamma dobri bo'lib qolib, hamma aksincha ichib olganda xushchaqchaq, undan yaxshi odam yo'q bo'lganda boru, u o'zi mumkin bo'lardi. Hech kim uni zapret qilmasdi. Ana shunaqa emas hamma. Zinoda ham shunaqa emas. Sudxo'rlikda ham shunaqa emas hamma. Mana bular shunaqa qilmoqchi bo'ldi. Mana bu ikkitasi, Luther bilan Calvin. Nima bo'ldi keyin? Ana nimalar bo'lganini yana keyingi suhbatlarda davom etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.